karate bu intizomli sport. Terma jamoa bilan mashg'ulot o'tkazdik. Men o'ylagandek oson sport emas. Zalga kirganingizdan salom berasiz, chiqqaningizda salom berasiz. Musobaqada ham shu tatamiga chiqqanda ham salom, bo'y tugagandan keyin ham salom, tartib intizom. Stoykadan boshlandi hamma narsa men uchun odatiy emas. Yutqazyapsan, по-любому yutqazyapsan. 5-0, 6-0. Baribir yutqazyapsan. Sakraganingga ochko bermaydi. Urish, ko'kartir, sindir, boshqa qil bilan. Ey, bitta vaziyat bo'lsa, bitta urasan. Urmaysan. Urdingga yutqazding, bo'ldi. Ketdik. Sportchilarni udarni kontrol qilishi bu yana bitta mashaqqat. Boshqa sportda siz udarlarni bemalol otib bo'lsangiz, bu yerda tekkizib qaytarishingiz kerak. Jarohat yetkazishingiz kerak emas. Tegishi ham kerak. Tegish uchun siz tezlik bilan, kuch bilan urishingiz kerak. Sekingina olib borib qo'ysangiz, bu narsa tegmasligi aniq. Har tomonlama kuchli bo'lish kerak. Har tomonlama.